La ilahe illalloh Muhammad Rasululloh. Shada la ilahe illalloh va shada Muhammadan abduhu va rasuluhu. Assalomu alaykum o'zbek xalqi. Bugun bitta go'sht haqida bitta video qilamiz ki insonlar bir-biriga orqali bir-biriga kerak, bir-biri orqali ishlab o'tishi haqida gurung qilamiz. Mana shu nima uchun bizlarga ko'p mol go'shtiga, qo'y go'shtiga ehtiyoj bo'lyapti? Odamlar go'sht yeymiz deb ko'p muomala chiqyapti. Prezidentimiz, yurtboshimiz yangi nima qilganlariga tovuq go'shti deb gapirganlariga limon 2 kilo, yong'oq 2 kilo degan hamma hajm qildi. Tovuq go'shti tovuq boqar deb. Tovuqni bu yerda eshitib qoldim, maqolmi boshqami, yahudiylar ko'p iste'mol qilar ekan, shu ikkita narsani bilmasindir ekan, shu O'rta Osiyo xalqlaridir ekan, shu O'rta Osiyo degan demagan bu so'z, lekin O'rta Osiyoga ayni tushadi bu gap, ya'ni tovuq go'shtini yeyishga foydasini bilmasini, kalishda ziyonni degan ekan. Tovuq go'shti qanchalik foydali ekanligi, parhez taom yoki kalishda qanchalik ziyon ekanligi, uni kiyib buyrak kasal bo'lishi, ayollarimiz qancha gapirsangiz ham kiyaveradi, qizlar yoki Rossiyalarga borib kiymaydi, mana qishloqqa yurganlar hammasi kalish ishga kiyadi, bacha kiyadi, arzon deydimi, boshqa deydi. Mana shu Rossiyalarga makaron yeb, shakar ichib, ko'p oshqozon raso qildim, berakeli ham og'ir ishlar qilgan payt daromadga qo'y olib boqdim, qo'ydan foyda deb. Lekin qo'yni go'shti ancha kuchli yog'lardan yedim, 2-3 mana bu ancha keyin mana bu kasallik, teri kasalligi hisoblanadi. Qo'y go'shti yema deydi. Oldin ham bir teri kasalligiga yo'liqdim, unga ham qo'y go'shtini man qiluvdi. Demak, qandaydir kuchlimi, boshqami ish qilib ziyoni bor. Mo'lni ham go'shtini masalan charisini yegandim, mana bitta birovni ham ko'rdim, men o'zim ham keyinchalik semirishga ruju qiladi, qoringa yog' paydo bo'ladi, uni yo'qota olmaysizlar hech qachon. Tezlikka dummalar bilmadim. Sport bilan yaqin shug'ullansangiz ham, yo'qotsangiz ancha yo'qotib, parhez qilib, yana bir deguncha yana undan battar 95% 100 ga chiqib ketdim, 105 ga chiqib ketdim. O'shani 93 ga tushiraman deb yana salgina shug'ullanmasangiz yana ko'tarilib ketaveradi organizmingiz. Yani o'shaning uchun yana birovni eshitdim, ingushlarga borib mo'l yog'larini tashlashini yedim deb. Bera kelgandan qancha bir $8 ga ham qancha pulga dedi, 500 qanchadir pulga men operatsiya qildirdim dedi, yog'ni oldirdim dedi, 500 mingga ham qancha arzonroqga. Qancha qiynalib, ichaklarga yog' yopishib qoladi dedi. Hozir to'g'rini shikolatganmi, boshqa pishiriqlarga hozir sotyapti qassoblar, yog'lar qayerga boryapti-da. O'sha yana qaytib pishiriq sotib olasizlar, boshqani sotib olasizlar, qaytib shu organizmlaringga kiradi. Aqlli, hushyor kishilarki uni iste'mol qilmaydi, boshqa qilmaydi, lekin sodda insonlar o'sha pishiriq boshqa sotib olsa, baribir aylanib organizmiga tushadi. Shashlik pishiradiganlar ham ichiga tiqadi, yoki yo'qda samsalarga ham tiqiladi, любопытный ham kiradi ishlaringga. Keyin yana men aytmoqchimanki, mana bu chetga turib olib, xalifali davlat qilamiz demoqchi bo'lganlarga asosiy xalifalik haqiga gapiraymi shundan ko'ra. Xalifali davlat bo'lmaydi. Men sizlarga bitta narsani aytay. O'zbekistonda ham sanlar xalifali davlat qilaman deb, uni ishini ham boshingdan ortma. Bor narsalardan foydalanishing kerak. Mana shu prezidentlardan, mana shu davlat nimalardan yaxshilab, chiroyli tushuntirishing kerak. Menga ham Karimga buyurish, tushuntirish aytish keldi. Bo'lmadi, vaqt soati bilan o'sha nasib emas ekan, o'tib ketdi, hech narsa bo'lmadi. Mana davrlar keldi, mana o'sha Malhamatul Kubro, Sharmagidon janglari bo'lyapti. Musulmon bilan yuriy konflikti bu tugamaydi ham. Chunki ular vaqti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni Madinadan quvalagan bo'lsalar, ular yana qaytib Madinagacha kelamiz deyapti. O'sha yangi Sulaymon nimasi, ana David yo'lagimi nima deydi? Iordaniyadan ham yo'l olibdi, Suriyadan ham hammasini urib kelaveradi. Ular Mashiachni, ular prezidentiga aytgan gapini eshitdim, fitnalarni ko'paytiraver degan yangi bir mullosi. Mashina qilsak Mashiach chiqadi. Bu Mashiach degani men Mashiach deysam, Mahdi deysam, Dobbatil az Naml sura 82-oyat payg'ambar qarg'aydi Dobbatil chiqadi degani ham mana haqida gap ketyapti. O'sha Makkaga bayat bo'lmaydi, hech qanaqa kutib ham o'tdim. Dajjal deganing mana shu tizimlar, Qur'on yoki hadis yoki tizimlar, yoki bo'lmasa demokratik tizim yelkasida tog'dek non bo'ladi, non oylik yoki boylik. Hozir O'rta Osiyo musulmonlar Amerika, Yevropaga ishga borishyapti. Uni jannati do'zax esa jannatdir degani, ya'ni erkakni erkakka ham nikohlaydi, ayolni ayolga ham nikohlaydi. Har qanday Qur'on Karim va hadis asosida tuzilmagan har qanday konstitutsiyalar yotdir islomga, ya'ni dajjoldir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayot bo'lganiga hech qanday Qur'on va hadisdan boshqa narsaga rozi bo'lmasdilar u kishi. Hadislar ham kishiga vahiyda unga bildirganki, Alloh taolo o'sha yaqin olib, o'sha kishiga bildirgan Allohning yaqini bo'lganlar, avliyo bo'lganlar, ya'ni avliyo Allohmi, Rasululloh inshaalloh Allohga yaqin zotmi, Alloh taolo o'sha so'zini sizlarga Rasul orqali yetkazadi. Ya'ni Qur'onni olaman, hadisni olmayman degan
so'kilib gapirmasam bo'ladi. Shunaqalarga gapirmoqchiman-da endi. Bizlar bor narsalardan foydalanamiz. Inshaalloh mana shu yerga turgan prezidentlardan, sanlardek chetga chiqib bag'ilib narsalarni emas. To'g'ri aytganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Suriyaga boringlar, Shomni lozim tutinglar degan. Shomga borasan, mana Shomga turib turinglar. Deylik, O'zbekistonning hammasi boribdi, Tojikistonning ham boribdi. Menga farqi yo'q. Men mana bera turibman inshaalloh. Ya'ni mana shu yerdan sanlar bilan gurung qilaveraman. Ya'ni xaqtonlik kishidan keyingi rabjaqcha, quljaqcha man rabotda qolotang rabotcha ochqil xaltoran xoldor ishoning man. Mana shu bor narsadan foydalanadi. Mana shu davlat ulamolaridan, mana shu davlat prezidentlaridan. Bu prezidentdan yuqori Putinmi? Put degani yo'l bu deyapti. Mana shu yo'l, mana shu islomga boradigan yo'l, mana shu Putinning orqali bo'ladi. Mana shu da'vat Mahdini yordamchisi, Mahdini Rum sherigi bo'ladi. Mahdini Rum sherigi mana shu Rossiya haqida hadis bor, qishloq mol boqarlar, katta shaharlarga borib imorat qilishga bir-biridan kim o'zarga musobaqa qiladi degan. Rossiyaga mana 10 yil 20 yildan boryaptilar. Dajjolning chiqishi aytganga 5 yil 7 yil yomg'ir yog'maydi deganlar. Nima uchun? Dajjolning chiqishi o'sha yomg'ir yog'masligi bilsanglar 2000-yillarga o'sha bir 5 yil 7 yil bir boboyam bizga tush ko'rgan, bir eshitdim avliyoni 5 yilmi 7 yil, o'sha 5 yilda yomg'ir yog'madi, o'sha paytlar o'tib ketdi. Men ham bir tush ko'rdim. Mana shu bizlarga bir qo'ychijon bordi, Xudo rahmat hoji bobo bordi. U bobo necha yil kolxozga qo'y boqqanlar, qo'ylar o'sha kishi yotdilar yonboshlab, qo'ylar pastdan o'tibdi, tog'imizga qarab katta qo'ylar o'tibdi. O'sha payt puliga endi 80 ming, 120 ming, 200 ming deyilyaptilar, yotib voh deb hayron qolibdilar qo'ylar. Qo'ylar toqqa ketdi. Uni ma'nosini tushunmadim. Qo'y bu baraka bo'lsa, masalan, bizlar toqqa boradi, o'sha bahor payti o'sha paytlar ko'rganmiz ham, tushdi oldini ham tushunmadim. Endi tushunib qarasam, qo'y bu baraka bo'lsa, baraka qayerga ketdi? Toqqa nima ma'noni beradi? Mashaqqatni ma'nosini beradi. Toq qiyinchilik, mashaqqat, toqqa chiqish bir mashaqqat bilan bo'ladi-yu, lekin bir katta bir yaxshi bir nima foyda tarafga bo'ladi. Foyda tarafi toqqa chiqish, bir manzil, maqsadga yetish masalan bo'lsa, qiynalib, masalan, meni maqsadim Mahdi bo'lib keyin Rossiyaga saylandim, Rossiyaga bordim, Alloh sayladi meni xalifa qilib. Ya'ni toqqa chiqishlik, toqqa o'sha qo'ylab borishi baraka bo'lsa, mana Rossiyadan, Amerikadan, Yevropadan ish qilib ko'proq Rossiyadan kelyapti bizga rizqimiz. O'sha Rum sherigi Mahdini mana shu Rossiya bo'ladi. Ana shu Ruscha da'vat qilishim kerak, layk boslaring kerak, ko'paytirib tarqashlaring kerak. O'zbek olimmisan, boshqamisan, bir-biringni orqaga chiqilama. O'shani ketidan 5 ta 10 ta yangi nima kommentariya qilib bir-biringni so'kasan, boshqa undan qolmaydi, boshqa qolmaydi. Bu nima degan gap? Odobsizlik. Lekin dobbatil arz so'kinadi, layk nima qiladi degan, qarg'aydi degan. Men o'sha nima hadisga man turibman o'sha. Namusra 82-oyatga ham, Zuhruf sura 61-oyatga ham o'sha zamonlarga keldik, bu boshqa hech qanaqa varianti yo'q. Yangi alpomishni ham aytdim, alpomish Allohning yordami degan ma'noni beradi. Alpom ish deyapti, Allohning yordamchilari yordam ish bilan keladi deyapti. Alpom she deyapti, yana aytibdi. Allohning yordamchilari degan bir ayol bilan Shuhrat deyapti. Ayolning fitnasiga turgan, hasga turgan ayol bu. Yangi dobbatil arzi shu men Moskvaga bordim, u Kalluga bordi, vaqtiga yetishmay qiz balaydi, boshqa kishi bergansa, Allohda bu har bitta ketidan hikmat turadi, har bitta yashashimizga, qarashimizga, yurishimizga, turishimizga. Mana shu kattalardan boridan foydalanishimiz kerak. U sanlar ketingdan ergashish kerak, millionman xalq borib jihod qilaman deb Suriyani yangi saylab qo'yishimiz kerak. Qo'ylar necha million dollarlik soat to'q yuribdi. Ahmad akan, zo'r akan deb o'tirsan. Ahmadlaring ham, boshqang ham hammamiz bizlar Allohning bir qulimizlar, Alloh xohlagani bo'ladi. Alloh hadis oyatlar bilan xohlagan tarafga, xohlagan tan boradi. Ya'ni Mahdi urush qilmaydi desa, kutayotgan Mahding Muhammad ham bo'lmaydi. Mana shu Mahdi ismlar tiltiradi degani, ha to'g'ri, men o'sha zaif degani, o'sha to'qima degan hadislargacha gapirtiraman. Kerak bo'lsa hadis bo'lsa deganlaring tilingni sug'urib olishga ham kuchim yetmagan taqdirga ham la'natlashim mumkin. Shuning uchun o'ylab gapir. Hadis deganga hurmat bilan tur. Qur'onga qanday hurmat qilsang, o'sha sen xayringga keyin yevrit o'qigan degan hadisga ham hurmat bilan turgin. Kallang yetmagan desa, qisib o'tirgin, so'kinishing mumkin. Shuni yaxshi bilib olgin. Maqsad mana shu bor kishilardan foydalanish, bor kishilarning hurmatini qilib, inshaalloh O'rta Osiyoning prezidentlari deylik, Rossiyaga qaraydimi? Rossiyaning prezidenti tirikmi? Putinning tirikligidan foydalanishimiz kerakmi? Keraksa mana Ukrainani yengaman deyaptim, o'zi 7 Ukraina urush tugaydimi? Bu hadislarga aytib bo'lingan narsalar bilan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, yangi Rum ikkita davlat urush qiladi, yangi Po'shon o'g'illar degan hadisga ham shunga tushadi.
yangi bittasi oxiri musulmon bilan taraf oxiri qiyin qancha urushlar bo'lib mana 3 yildan o'tdi Ukraina urushlari. Yengadi, Rossiya yengadimi, yaqinga shart qo'yaptimi, Zelenskiy qochadimi, bachadimi deyaptimi. Nima bo'lgan taqdirga ham bu mana shu orqali Alloh taolo islomni yo'yish niyati, Qur'on hadis orqali dunyo yer yuzida aroqlarni sigatlarni yo'qotmoqchi. Yangi nima aytadiki, rusniki aytadiki, ular aytadi nima Iso yo bo'lmasa Xoch g'alaba qildi. Iso g'alabani berdi deydimi, masalan ular nima deydi, ular ota deydi yangi. Musulmon aytadi o'sha Chechen ingushga bu tatar bu yerga. Ular aytadiki, islom berdi g'alabani, Alloh berdi g'alabani deydi. Yangi ikkita soldat bir-birini o'ldiradi deganlar, Rossiyaga ana shunaqa urushlar bo'ladi. Bu degani bo'ladimi, bo'lmaydimi qizig'i yo'q. Udar Rossiya orqali bo'ladi, Yevropaga bo'ladi, yaxshi muomala bilan bo'ladi, tinchlik yo'li bilan bo'ladi. Ana keyin bu yangi aytilgan Yajuj-Majuj to'g'onlaring keyin mahkam bo'lib, o'zi ularni ham islomga kirdirish ikkinchi etap bo'ladi. Alloh taolo nima uchun qilib qo'yibdi? Alloh taolo mana menga nima kasallik berdi? Bu gerpes degani bu virus bo'lar ekan odamning organizmiga, mana shu yer yuziga ham insonlar shunaqa qilib yaratilgan. Qur'on ichidagi oyatlaring ham shuna xohlasa bir kecha tortib olamiz dedi, shunda yo'q bo'ladi. Qorilaringni dildan ham yo'q qilayaramiz degan. U sen o'ylama ushlab qolaman deb. Alloh bilguchi qayerda saqlanadi, jin yoddan saqlagan san ichiniki jining yodlaganmi, yo qayerda fleshga turibdimi, sani miyangga turibdimi, Alloh biladi u qanaqa usulga shuni sug'urib oladi ichingdan, deb qolasan men qorilaring ham. Shuning uchun Qur'on bu pan nasihatdir deyilgan, ya'ni aytilmoq qo'ygan gaplarimiz yangi nima deydi, vaqtdan 20 ta oyat, vaqtdan 30 marta qaytarish bu oyatda, bu surani mana bu yerdan buncha qaytarish, ana ruqyachilaringni yig'ishtir deyman. Yosin o'qing deyilgan, kasali bo'lsa yosin o'qing deyilganlar, ana shu yosin o'qi, eshitgan eshitadigan bo'lsang, ruqyani yeshittirgin. Ana shunday hurmat bilan bir-birimizga hurmat bilan erishish kerak. O'rta Osiyo din mazhabi olinadi. Nima uchun O'rta Osiyo? Osiyo deyilgan tegirmon degan yangi gapim chala qolgan ekan. Osiyo degan tegirmon degani. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadis Muhammadning o'rtachasi deb ushlaylar dedilar. O'rtachasi bu O'rta Osiyo. Mana shu nimadir o'sha hojilaring nima qiladi? O'sha 1002 marta borib kelyapsan, 1000 marta bormaysanmi? Kallangni ochmasa Alloh, o'sha yotib o'lib qolmaysanmi? Shahid ketdim deb. Ochilmaydi kallang. Mahdi degani hidoyat topgan degan imom degan nima ma'nosini beradi? Shu Alloh menga bildirdimi? Mallasang men qiladigan ishim sanlarga yetkarish bu. Har bittang bilan pichoqlashib qon to'kish emas. Qon to'kish bu yer bo'lsa, yer yutadi degani, shuni mana shu yer degan mantra emas. Suv, baliq ustiga ho'kiz yer, men yer nomidan ham gapiryapman. Shuning uchun mana shu bor kishilardan, prezidentlardan, davlat arboblaridan foydalanadi. Allohga shukr deyish kerak, bir-birimiz g'animat bizlarga. Say boshqa zamondan boshqa kishini olib kelaman, unaqa xaldun paldan unaqa laqablarni qo'yib olgansan kommentariyalarga, o'shanaqa odamlarning tirilib kelsa ham sahobalaring hech qilmaydi, ular bitirib o'tdi. Ular ishini bitirib o'tdi. Endi sahobalarni uni sanlab turqani, mana Abdullah Zufarmizdan qaysi ana firqalarni ushlab Hezbit ana xalifalik davlat desan, xalifalik davlat bo'lmaydi. Yo bor bo'ladi, yo yo'q bo'ladi. Xalifalik dunyo yo islomga keladi. Har bir qarshi yer masjid deydilar. Yo bo'lmasa yo'q bo'ladi, tamom. Inshaalloh men yo'q bo'lishiga ishonmayman, lekin qiyinchilik bilan mana shu soatdan o'tish qiyinchilik bilan bo'ladi. Qiyomat soat deyapti, qiyomat soat. Prezidentlar aytgani vafo bo'lmaydi. Men bir marta tush ko'rganmanki, ular vafo qilmoqchi bo'lsa ham, o'sha 2000-yillarga tushimni ko'rganman, o'sha paytlar, masalan, o'sha sambillarni ko'rgan paytlarim tushimga osmonga yulduzlar harakat qila boshladi. Yulduzlar nima uchun harakat qiladi? Buni ma'nosi nimada? Shu ko'rdim kitoblardan, yulduzlar bu davlat arboblari, harakat qilgani, osmonga yurgani, Karim prezident o'sha 2000-yillar xiyonat qiladi degan, davlat arboblari xiyonat qiladi degan vataniga, xalqiga mana hozir prezident qanday yomonlayapsan, u nima bilan bo'ladi? Alloh xohishi bilan bo'ladi. Sen mana shunaqa siyosatlaringni, Qur'on yo'q, hadis yo'q siyosatlaringni aralashtiraman desang, sharmandang chiqib ketaveradi. Ahli kitob ham majbur bo'ladi. Ahli kitob Qur'onga yaqin ularning kitobi. Ularni yaxshi muomala qilishimiz kerak. Yaxshigina islomga da'vat qilishimiz kerak. Ana undan keyin Alloh taolo ularni yangi yashmachisining kalitini mahkam qiladi ularni. Ularni islomga inshaalloh keyin majbur bo'ladi. Amerika, Yevropa, Rossiya kirgandan keyin, Yevropani da'vat qilasanmi, Amerikani da'vat qilasanmi? Inshaalloh keyin Xitoy bilan Hindning hech narsa bo'lmay qoladi. Inshaalloh keyin bilan o'z-o'zidan dinni asosida tan oladi. Keyin mana bu yordaming ana u turk xalqlari, mana u Turkiston, Sharqiy Turkiston, o'shalarga yordaming bo'ladi, Uyg'urlarga.
ana yordaming mana bunaqa bo'ladi, yaxshi muomala bilan bo'ladi. Sanlar vaqtdan turib baqa gap otsang, vaqtdan turib vaqa gap otsang nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Qani davlating tuzuming qayerga bordi sanlar? Turkiyaga ham o'tib ketgan mullarni ko'rdi, mana Xudo rahmat Buxoriy deganingni. Turkiya islomiy davlat desang, o'zing hijratdan gapirasan, qayerga hijratga boradi? Qanday bunday yaxshi davlatdan yana qayerga hijrat qiladi chiqib, ha? Sanlarga bo'ysunsinmi? Hamma bir jam bo'lib bunday girdiga cho'ponlari bor, bir nima joyga turmasdan mahkam sanlar cho'pon qilsinmi? Qaysing sanlarni Yevrilarga bas kela olasan, sanlarda aytganda jihod yo'ling bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qaysing turib berasan, Abdulloh Zufar turib beradi. Hayotingga turib bera olmaysan, 2 kunga yo'q qiladi. Men degan Eronni nimalarini qanchasini yo'q qiladi, pijir-mijirlarni ichiga porlaguvchi moddalar tiqib. Hozir eshitolman kerak, Yevrilar Xitoyga berib, Xitoydan bizga keladigan telefonni ichiga ham kerak, o'zini uskunasini Yevridan bo'lib sotib olibdi eshitolman. Любой путем yevriysani ustiga maka qiladi. Ular уже davno, ularga yangi nima deydi, yangi immunitet ularga kuchli rivojlanib bo'lgan. Islomga qarshi, musulmonga qarshi xohlagan xil kitobini yaratadi, xohlagan xil mulloyni yaratib chiqarib, yana kerakli sanlar bo'lib davom etaveradi. Sanlar vaqtlar vazifai pasifa qilmasdan bo'ysungin menga. Tamom, meni yo'lim Allohning yo'li, mana shu buyrug'i tamom bajarish. Sanlar bo'ysunasan, meni gapimni hamma tillarga tarjima qilasan, tamom. Mana shu ish sanlarga Abdulloh Zufarmisan, sukunmasdan gapiraman, boshqamisan, yangi Mahmud Mo'minmisan, Sodiq Samarqandiymisan, spokojno gapirib, spokojno dars qilib yuravermasdan meni haqqimga ham bir yangi o'zingni patchilaringga zikr qilib qo'y. Men Mahdilar tiqilganini ko'rib turibman, yana bittasi chet elga turib olgan, o'sha Mahdiga o'xshagan, yana bittasi shira turibdi, nimalar uzuklar to'qib olgan bir nima degani hukmlar so'kiyotdi-da, qandida buzgan hukmlarda o'zi qarasang mana bunaqa sigaretlarni bir marta qaradim, chilimlar, tamakilarni chakiyotdi. U Mahdini bitta nimasi, yangi uzuk-buzugi nima sigaret reklama qilyaptimi u hukmlar ustidan ko'rib. Normalni gapir, normalni muomala qil, oddiy inson bu. Kamtarin bugun. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bor narsadan foydalaniladi, yo'q narsadan emas. O'tib ketdi. Endi bizlarda bo'ynimizga qoldi baqiya qilinadigan ishlar inshaalloh. Ya'ni qarin boshlanadi. Qarin keldi, qiyomat soati degan joyga keldik. Qiyomat soati Iso. Bu soatdan o'tishlik men Allohning elchisimanmi, men orqali bo'ladi. Sanlarga hech qanaqa anaqa narsalar yo'q. U Mahdi patini rasmlari yangi bir hassalarga tayangan bir baloy bir bata chiroyli degani ma'no beradi. Chiroyli amallar, mana shu chiroyli amallar islom bu. Islomga tushirish yer ahlini. Burun uzun degani tumshug'imni siqish, burgutni burunda degan ma'nosi tumshug'ni har joyga siqish, Amerikani ichiga ham siqilaman, hali Yevropani ham Amerika umrim oxirigacha jinnisro bo'lib sukunib yuraveraman. Sukunmasa sanlar ham bo'ysunmaysan, sukunishga majbur bo'laman. Bo'ysuntirish mana shunaqa jinni yo'llar bilan bo'ladi. Mana bir jumla kishi bir semiz tullay bo'lar ekanda, yotib olib yerga onar ekan o'zini vazifasini ishlatish uchun, bo'ysundirish uchun, mana shunaqa bo'ladi. O'tkazish uchun. Urush-purish bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Shuni yaxshi bilib qo'ygan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.